Assalomu alaykum YouTube chorva ishqibozlari, kanalimiz mehmonlari va obunachilari. 2025-yil 13-mart, hafta kuniga payshanba. Toshkent viloyati Zangiota tumani Nazarbeydamiz. Ilhomboy do'stimiz fermasiga ham bunaqa sutli buzoqlar kelgan. Hop, sotiladigan 3 bosh buzoq bor. Eston. Toza o'sha ona qonida kelib tug'ilgan Eston. Onajim bu. 7 kunlikmi, 6 kunlikmi shunaqa kuniga. Narava bollaring. Mana. Estonimiz. Bular Ukrainki, ikkalasi ham buqachalar. Ikkita buqacha Ukrainki, ikkalasi ham. Bular ham ona qonida kelib tug'ilgan, sutli sigiri bolalari, onalari hozir 30 ta, 35 ta sut berib turgan sigiri bolalari, xudo xolisa. 40 ta, 45 ta boqma qilmaymiz, 30 ta, 35 ta sut berib turgan mana. Ishlari ketmagan, top-toza turibdi orqalari ham. Jonivorlar. Mana bu Estonimizniki ham toza-chi. Mana ostlarini ko'ringlar. Hali kichkina jonivor 5 kunligida shuncha narsa bo'lib turibdi mana. O'ynab kulib turishibdi. Ishtaqalari zo'r. Bu uchalasi bir joyga xudo xolisa so'ralyapti. Joni sog' bo'lsin. Mana. Shu uchala sotiladigan buzog'imiz bor. Bu uchalasi ko'ringlar o'rtoqlar. Joni sog' bo'lganlar. Narxi uchalasidan bir joyga xudo xolisa 24,5 million ozgina xayri bor. Ichida bu yog'i Samarqand, bu yog'i vodiy bo'ylab dastlabki qilib beramiz. Mana joni sog' bo'lganlar. Buni onasi bor. Mana 24,5 million ichida bir yog'i Samarqand, bir yog'i vodiygacha dastlabki qilib beramiz. Ikkita buqacha, bitta xunajam. Hay, shirin toylar. Ko'pdan ko'p maqtayvermaymiz, ko'p reklama ham qilmaymiz mana. Buzoqlarimiz. Shoshilib qolinglar. Kanalimiz mehmonlari, kanalga podpiska bosasizlar. Keyin buzoq qidirib yurgan tanishligi videoni tushirib qo'yasizlar. Tutgan ro'zinglarni Alloh dargohida qabul qilsin. Joninglar sog' bo'lsin.